vücudunuzda o'zingizga yoqmagan joyingiz. Mahiraxonni gözünü açkan vaqti. Azanda diyetani boshlab yeyishni buzgan vaqtingiz bo'lganmi? Her gün bu zaman ölmeyi, her gün. O'zingiz qancha yilsiz? Aytayım, iş görsatib aytayım ben. Aytın gizlash yo'qdi, aytın. Uzur sorusu geladi, lekin soru ölmeydi uzurun. Yüz yok değil. Beni söyleteceksin. Mahirani to'yda gelin vaqtini ko'rasizlar, bormi? Aynan. Ben Kazakistan'da yaşadım. Ailevi şu yaşlıkta şu anda öskemiz bir de. Yaxşigina bir xiyonata uçradım. O şunun insan. Ben ona söyleyenim peydası yok. Benim birden ağzımdan çıkan gapim qimmat. Lift buzilib, kim bilandir qolib ketsangiz, bu inson kim bo'lishini xohlar edingiz. Kahraman ben toş liftde kalıp bilinmem. Ben buncha ko'p gaplameseydim Ravshan ama O'zi gaplash kerak. Mahira men aytdim qussaman dedim, sizni gaplataman dedim. Gaplatdingiz lekin meni bak. Hazzetib guringlashishimiz kerak. Hali endi bu boshlanish, hali endi qiz yottirmiz. Hazzetning YouTube kanali. Kezlash yo'q dasturi. Buning nima bo'lma. Mahira injini o'zi kelib, sizni bolangizni turib turgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Hazzetning YouTube kanali. Bugun sizlar bilan birgalikda yana zo'r bomba suhbat bo'ladi. Azon bilan kelamiz. Yana qapoqlardan ko'rinib turgandi. Quyosh ham endi orqamizdan chiqyapti. Hazzetning YouTube kanalida sizlar uchun gizlash yo'q dasturida bugun yana bir narsani, yana bir ijodkorni hayotidan hech qanday gizlamay bir chiroyli perdacha tayyorlashga harakat etganmiz. Men adım Ravshanbek, familiyam Yusupov va gizlash yo'q dasturining navbatdagi sonini boshlaymiz. O'zlarining qo'shiqlari bilan, o'zlarining ijodlari bilan xalqimizning sevimli san'atkorini aylangan, bugungi kunda YouTube tarmog'i, umuman internetni bomba o'zlarini zo'r qo'shiqlari bilan yondirib keltirgan va har bir chiqargan qo'shiqlari alohida bir muxlislarning ko'nglidan joy olib keltirgan san'atkorni bugun yanındamiz. O'yindamiz. Azon bilan san'atkorni turg'izish bu qahramonlikda hozirgi kunda Xorazm show biznesida san'atkorlarimiz kechasi bilan ishlayman deb aytadilar. Endi bilinmaydi. Ishlayman, internet chiqalaymolar, lekin buni hozir birgalikda girib ko'rishimiz mumkin bo'ladi sizlar bilan birgalikda. Haqiqatda yoqimli qo'shiqlar, haqiqatda yoqimli san'atkor va bizlar ham Azon bilan bir yoqimli bo'lib giramiz deb o'ylayman. Hozir domni oldida turibmiz. 2 soat bo'ldi deganimiz. Turdi deb o'ylayman hozir. Yordamchilar aytdi, biz turuz o'limiz, turuzish mumkin emas. Taqiqlangan, shu masalan uxlaydi-ku o'zi. Qachon turincha borib eshikni taqqilatish mumkin emas ekan-da. Borib eshikni taqqilatish mumkin emasligi uchun biz hozir 2 soat ko'chada o'tirdik va hozir endi ichana giramiz. Va nihoyat turdi, hozir yuzini yuvib turib o'xshaydi. Xudo xolasa hozir giramizda. Grim yo'q. Hali makiyaj yo'q vaqtida sizlarni ko'ramiz. Kimligini bildingizlar, qiz bola ekanligini bildingizlar. Kelinglar birgalikda ko'ramiz, sizlar bilan birgalikda kirib boramiz. Gizlash yo'q dasturi hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Hazzeting. Assalomu alaykum. Husniddin. Sog'lik yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Mohira turdimi o'qidan? Yo'q, hali yotib o'xshaydi. Astan kiraveramiz. Ko'rdingizlarmi aziz yurtdoshlar? Hozir biz Husniddin tanishtirib o'ting. Husniddin Mahira injini neki tadbiri bormi, to'yi bormi, bayrami bormi, neda fotosessiyasi bormi, syomkasi bormi, umuman ijodiy ishlarni kontrol etadigan yigit. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Biz aytdik Husniddin dedik. Aytma o'zani kelamiz dedik. Bilmayman biz yo'q, to'shchi bilmaydi. Inoz ichana kirib o'zlaringiz ham bir ko'rasizlar, ishonmaydi bo'lsa. Xo'p, kamerada ko'ramiz aziz yurtdoshlar. Haqiqatda bilmayman ekan yoki bo'lmasam biz uyushtirib turibmizmi? Sizlar o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Lekin bizda gizlash yo'q. Hazrat aytdi, hech kim aytmadi. Shuning kontrol tamom. Ha. Shu narsa shu. Qani? Keling esa. Gang. Assalomu alaykum. Klub diplomini olib qo'yishlaringiz mumkin. Mahiraxonni hali endi ko'zini ochgan vaqti. Qani? Ne Husniddin, siz boshlang. Assalomu alaykum. Mahiranchisiz? Sog' salomatmisiz? Mahirani uxudan turishini 2 soat kutdik. Aytganmizdan yurtdoshlarimizga Mahira san'atkorlarimizni hali uxudan turib, обязательно san'atkor, umuman san'atkor emas, masalan, qizlarimiz aytadi. Birinchi bo'lib yuzini yuvgandan keyin yuzni osvejtatib, ostidan manikyur pedikyurni boshlaydi. Biz aytganmiz, Mahirani shu tabiiy holda ko'rsatamiz deyamiz. Yana va'damiz ustidan chiqdik. Mahira uxudan turgan holatda aynan biza gizlash yo'q dasturi, Hazzetning YouTube kanali gizlash yo'q dasturi bugun gizlanmiz. Hamma narsa bugun tabiiy bo'ladi, hamma narsani tabiiy aytamiz. Tabiiy keldingizlar. Keyinsa. Uyingizda
Şuna ekan, akurat ne ekan, renglerini Hali tanlaganlar. bitmeyen yerleri köp. Bu girgandan bir yan tarafta kuxnya ham keng ekan, ha? Ava. O'zi yaxshi tushdi bu donladim. Zo'r tushdi. Ko'p bo'ldimi beraganingiz? Ava. Oldingizdan beri, ha? Ava. Umudum köp bo'lmadi. 1 yilcha bo'lib qoldi. Toza alındı. Shuncha aytibman-ku bitmeyen yerleri köp deb. Kofe demliyman men. O, azam bilan kofe ketadi. Azam bilan, ava. Buni qachirish kerak. Eshitib turgan bo'lsangiz, aziz yurtdoshlar, ikkimizdan ovozimiz do'rillab yotibdi. Hali bo'damiz. Hali ochilgan yo'q. Assalomu alaykum degan ovozlar yo'q hali. Yana bizniki bankalanib yotibdi. Mahira akam shu ahvol. O'zi azonda erta turasizmi? Yo'q, endi erta turaman. Nima desam, ishim bo'lsa va albatta. Dum erta turib bilmayman, lekin soat 8-9 da. Endi bizda hammada shunday ahvol bo'lsa kerak. Kechasi bilan ijodingizdan. Demam ijod emas, telefon chiqarib ko'ring, internet Telefon aytmang, telefondim shu yomon narsa. Ko'proq nima ko'rasiz? Kino ko'raman. Keyin izlanaman, lekin to'g'risi. YouTube'da yotaman, bu yana giraman. Shu bir narsalarni izlanaman ish qilib, shu ijoddan lekin to'g'risi. Toza bir nodandir ideya kelib, ilhomlanib. Men o'zim qo'yim ya. Men qarab qoldim. Iloji boricha men uyda bilasizmi, men kuxnyaga girsam durolmayman. Kuxnyaga girib, shu bo'sh vaqtimda ovqatlanib pishirib, sal uyda bekor qolib ketadigan bo'lsam, обязательно o'zim palov pishirishni yaxshi ko'raman, juvalarim bilan yig'in olib. Ova. Tandir somsaqni yopib bilaman. Palov pishirish kerak ekan sonda. Yopib bilaman deysizmi? Tandir somsaq shu rasmiy tandir somsaq yapamlar. Tayyorlab, rasmiy xamirini qarib, piyozlarini doğrab, yashil debman, yashil ham solarmaydilar. Go'shtlarini doğrab. Men akam zo'r pishiradi ovqatni. Üzerki adam qolmazalı bo'ladi. Ne için bilasizmi? Ne için shuni bilmayman men. Shu ayağımızdamiz. Qiz bolangizgina oyab turadi-ku, ertangimdan o'ylayın. Yangasiz bilan kofe ichamiz. Oy rahmat. Erkak adam bilan chiqishib bilmayman. Ana. Mesela menden üstüm bo'lmasa bo'lmaydi. İşim meni otur desa oturishim kerak men. Agar u meni o'tirib bilmadim, u kuni bo'lmaydi. Yo'q. Men o'rin olmasam. Endi siz ham sher o'zangiz ham, yo'lbars o'zangiz, siz ham o'tirib bo'ladi. Yo'q, o'tirib bo'ladi. Ne uchun? Mesela otur desa o'tirmasam men yashab bilmayman. Men qo'rqib turishim kerakdan bir odamdan. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bormi shunday odam? Yo'q, bor albatta. Gündalik qilib yurgan narsangizni baribir ozgina bezikasiz axir. Masalan, shu to'ydan bo'ladimi sizda shu bezik, kunda bir xil ssenariydan bo'ladimi? Endi charchimiz bor. Bizlar kunda bir xil to'y, uy, to'y bo'ladi. Charchimiz, charchab turamiz. Shu uchun ham dam olishlarga ko'p ketamiz deymi. Rostdirim, dam olishga ketish kerak o'zi ijodkor, lekin bilasizmi, Mahira, men bir narsaga hayron qolaman-da. Populyarni bo'lincha populyarni bo'lish harakatida bo'lamiz hammamizda. Ko'p san'atkorlar bilan suhbatimda ham shu narsani ko'rganman, shu narsa bo'ladi. Populyarni bo'lganingizdan keyingi hayot bir xil deng. Masalan, kechasi bilan ishlaysiz. Yotasiz 11-12 gadan uxlaysiz. Turasiz, to'y, tadbir, qarabsizki yana kech bo'ladi. Bir xil deng, shunday emasmi? Bir xil, shunday. Shuning uchun zerikib charchimiz bizlar ham ba'zida charchimiz axir. Charcha shu menimcha bir menda emas, hamma san'atkorda bo'lsa kerak, chunki aytganingizdek bir xil-ku, kunda har kunimiz bir xil o'tadi. Chetda ko'p ketasiz? Iloji boricha ko'p ketishga harakat qilaman. Domam ko'p ketib qolaman, chunki farzandim bor. Ko'p. Neda ketcha qiz? Qiz opamlarda. Bu yerda opalarıngiz bo'lmaydi? Yo'q, bu yerda. Shu aytdim-ku, bu yerda bitmagan yeri ko'p. Bu yerda o'zim, bu yerda ishimning nodida yolg'iz qolishni istasam kelib dam olaman ishida. Uyda sal og'irdiroq bolalar bor. Azam bilan uxlatmaydilar shunday. İjodkor ya dinch ijod etadigan ofis kerak dedi-ku, siz uchun ham ofis ham uy ekanda. Shunday, men shunday. Lazzat dam olaman, hech kim bezovta etmaydi-da. Siz bu odam qisliq ketmaydimi bir o'zi? Yo'q, menga yoqadi. Masalan, men dam olisham bir o'zim ketaman. Yo'q, Lazzat dam olaman. Men yolg'iz dam olishni yaxshi ko'raman. Bir o'zingiz masalan men hech tasavvur eta olmayman. Yana sheriklar bilan ketadilar, kompaniya bo'lib. Yo'q, naborot, men bir o'zim ketishni yaxshi ko'raman. Yolg'iz dam olishni yaxshi ko'raman.
Halan yerize bari. Ava falan yerime barıp, hiç kim bilen gepleşmeyin. Tinç. Özüne şu dem alışa gitkendi telefonum yok aldı ku. Kaçan? Baleye gittim ku, Ha. ben baleye barıp geldim. Telefonum yok ettim ben. Bir ay telefon sürdüm ben. Menimce siz bilesmiş etkensiz. Balaya bargansdan, telefonuna ağansdan. Yok yok. Dengize karab. Bar git. Bana gerekmedi telefon diye. Bundan bolsa kısılmaz edim. Dengize akıp gitken. Aa. Takside düşürdüm. Takside Kep düşüp vermedi ki yok ama. Düşünce nerse gitti içinden lekin ben telefon yaşap bomit de boylayırdım. Ha. Çünkü hazır hemme telefonda koyna hemmemiz ne olursa telefondan bitedi köp Ha. nerse adam işi bilen bağlı kurur. Köp nerselerim yok ettim içinde. Köp dokumentlar, köp koşuklarım aytılmagan, şiirler, köp nerseler gitti. Kaytarıp bomad ulan çünkü bundaki açılgan telegramım evvelki nomerlerimdeydi. Instagram sam kaldım ben bir ay dikletip bilmedim Instagram'ımı. Vay vay. Ve anın özünde durup. İş kıldım çolaştım lekin mesela telefon alıp bileredim ben vede yine barıp. Yok etkenim günüm merteyiz. Alasım gelmedi. Uzun kat kafa boldumdan. Yok etkenime. Bir 3 günlük kafa bulup yürüdüm. Ki ötük gitti buluşu gerek eken. Şu nerse buldu dedim. Dan keyin telefonsuz yürüyüşe karar ettim. Kan telefonsuz ben bir yaşak göreyim dedim. Oho. Keyin resmi telefonsuz yaşasa boladı eken. Şunun çıraylı boladı eken telefonsuz. Ben kütmemedim. Bunun zor yaşaştım. Kelle deyince hiç kim bezat etmedi. Nabut tuttu, hiç kim bile işin yok. Çistin telefonsuz hayat balıkını gördümden. Bir ay. Yine Bali'de. Yine Bali'de. Özünü cayında da. Telefonsuz uçup geldim ben Bali'den beri. 11 saat. Tasavvur edin. Hiç kim olmuşsa, hiç kim kütüphaneydi size. 11 saat telefonsuz uçup geldim. Samolyottan düşüp yatırsız özünüz bile özünüz taksiye minip üyeyde başka. Nerede? Hiç kaçan televizör görmüyordum. Gelip gazete saat geldim, gazete saat düştüm, girdim. Keyin telefon için kısıladı koyun da telefon görüşün gerek ağır. Geçte düşken mesela 9 mu 10'da. Keyin televizör görmüyordum hiç kaçan hemme kanalını görüp çıkıp bana kanallardan al basa. Oklayınca, oklayınca. Aslında bu vardı. Lekin onu ya akkauntu bilengen boladı ku zamet keyzem. Ben imindi karakterimden yadımdan çık gitedi. Yine mesela Instagram'a parol koymam, şunu bir yere yazıp koymasam buldu git. Yok yapma. Aşını xuddi şunun telefon iCloud, Instagram parol hemme cihatdan çıkan yine her kaysını parolü her xil. Hatta birisini parolyadım da yoktan. Doğru gelen oturgan yerinizde naus'taki kesmanları koyup berabersin. Koyup beraber ki iCloud'unu kaytarganından pedası yok. Kur kontakt kaytıp giyen bende. Hem mecbur çık koyamam ben saklayın tetmini etip. Kayıtıp yine başka telefonda açsam resimlerim hem aşı telefonda yatadı. Telefon almadım, kar ettim dedi. Kimden kar ettiniz? Taksisten kar ettiniz. Yok şimdi ben küttüm hayattan kar 3 gün bu taksisini ekkeleceğini küttüm. Ekkep berer, şu tap bize ekkelip berer. Hemen özümüzde insan da böyle. Yok bunu diyeyim mesela ben adaştım. Ve anda telefon köprü katıdı leke özü şunu. Keyin bilsemden, keyin xafa boldum şu resimle yok alğan üçün. Taksisten içinde dım köp nerseler barad. Şundan xafa boldum dey. Üzem kızımda olan günü yok aldıdan. Təbrikləş üçün şunun çıraylı videolarını zıt koyverdim. Yığlapman keyin. Mayli dedim keyin şunun boğuşu gerek. Siz en kütədan nərsəniz şu kızınız bilan bağlıq nərsələr. Lekin köpünçü şu eldine gələn, bir başqa çağınlayım. Uşelmin kaladan bir toskla payda bolaveradi, ina üçün. Şunun buldu, toş şunun buldu. Neçə yaşasınız kızınız? 9, 10'la geldi indi. 10 bolsa 3-cü klass. Hava 3-cü klass. Malades, malades. Ya şu cennet kızımda düşkən kız, özünüzü kız. Hava, özümün kızım bilen ciğerim. O casting elan ettiği zaman ben özünüzü ikilen düşürsünüz onda. Yok, başka kızlarım var edik onunla. Ha, ya o şeyler. Başka kızlarım köpe de var şeyler. İndi əsal sen özümün kızım var edidən ciğerim bilen. Lekin kızlar var edi. Bu klip ben istəyən oxşamadı. Ben haqlandım. Ha, siz istəyənim yok, olmadı, ben haqlandım. Ben başka nersə oyla verdim. Neçə planlaşdırmadınız? Ne oldu desem, bütün kiçikinen kızlar yine hem istedi dan. Dum istedi, işsiz açılıp bulmasaydı. Makyajla getip. Ben haqlandım bulmadan. Bir yanda makyaj dese ki, ya balla bile işleştim kıyın. Birisini oturtursan birisi yığılıydı, birisine hemmesini aldap parkap para bastırdı. Zordan oturturdum. Ben cilli bok geçecek edim o klipini alınca. Meni kızlarım gepe kulak saladı. O küçüler dum
Yamanlık hatta. Opasını azap beraturam keyin birisi kar etken iş kılıp hem meni karakteri badan yankide. Endi men dum kichiklar bilan ishlayman deb o'ylavadim. Kichkina qizlar bilan yaxsham sal ulraqlar bilan ishlabman, lekin u kichkina qizlar bilan ishlasam balki bundan ham qiyin bo'larmidi deyman, bilinmay ish qilib. Yaxshi ham bo'ldi bu klip. Shuning uchun ham o'ylaganim bo'lmadi. Men kutgan yerda ololmadim, mestasi, lokatsiyalar undan bo'lmadi. Masalan, shu olish kerak deb oldikdan. Bo'ldi endi hamma narsa o'rtaga keldi deb. Qizlarni kelib qo'yibmiz, ota-onalar gap turibdi. Arqa yo'l yo'q endi deb. Shuni olib qo'yaverdik. Yana issida agar sal salqinroq bo'lsa, xush lokatsiyalarni tanlab, shunday bir narsalar bor edi endi kallamdan. O'xshamadi. O'zim ya siz sokin, demam ya og'irda yoqmaydigan odamsiz-ku. Siz yangi balla bog'chasına tushib qolgan vaziyat yoqmagansiz aslında. Yo'q, ballani tartibga chaqirib bo'lmadi. Shunda sal netdim. Bir bog'cha olib ko'rishaylik. Yo'q, men yaxshi ko'raman. O'zi yaqinda shu narsani boshlayajak edim. Boshladim ham. Ko'p bog'chalardan taklif keldi. Vaqt yetkazib bilmadim. Mina konsert bo'ldi, izma keldi. Umuman vaqtim yetmedi. Hem desa biz uxlaymiz, turaman, sırası salona ketaman. Keyin vera o'taman, shu bilan ketadi vaqtim keladi. Men bog'cha vaqti yana obeddanmi, balla turadi-ku o'qidan shunday vaqtda bog'chalara borib, shu o'g'lim bilan qizim qo'shiqni aytib beraman ballani xursand qilib deb shunday bir niyat qildim-da. Men shunday bog'chalar chiqdi, men o'zi bir bog'chaga bordim men. Bordim, qaysi bog'cha deyiladi, yodimda yo'q. İş yaqin şöyle, stadion yanında edi. Aşıda bardım. Vallahi şunday xursand, hezzat o'zim bir energiya olib chiqdim yanqidan. Hezzat chiqdim. O'zim bog'landim, yaxshi ko'raman. Keyin shundan keyin shunday fikrga keldim, shunday bog'chalarga kirib bog'lan xursand qilsa bo'ladi ekan deb. Zo'r o'ylabsiz-ku. Aytmadingizmi uni? Ehtiyojini yozib qoldirsinlar bog'chalarni boraman. Bugun boramiz? Bo'ldi, borsak ham. Bugun boramizmi? Bugun borsak. Masalan, hozir birda uxlayman bo'ladi. Bizlarda tursalar, biza syomkalarimiz ham guddi turishmadik, davom etar. Hozir biza 9da kelamiz o'zi, aziz yurtdoshlar. 9da kelamiz. Podyezdning oldida qaq oldik. Biza operatorlarimizni kiyimlari ham bir-birsine to'g'ri keladi ekan. Svetofor olib turdi. Birov qizil, birov sariq, birov ko'k. Lekin men hiç anı tank edecek emasman. Nechun? Bize Mahire aytmadık axı gelişimizde. Husniddin aytdi. Siz turush mümkün emas ekan, Men dumuşunda sel netaman qisliq amashunday bo'lsa, axşam turishsa bo'lmaydi ekan. Ish taqillatib Mahirabga turing ya bo'lmasa endi ish taqillatib uchun ham kirish kerak ekan. Yo'q, bo'ladi, ham telefon uradi ina. Endi yo'q, masalan ina uradi, ina masalan sizlarga yotirsizlar, aytib bo'lsa, men unga qisliqman. Shunday vaqtlar bo'ladi, boshqa temalarda uradi-da. Men keyin nerishtaman. Axşam ham şunun üstünde urushib qoldim Husniddin bilan ozgina. Sen necha urib tursan bana? Shu problema bo'yicha deb turibman. Men uxlab yotibman, bilib tursan. Men turgandan keyin xalataman shuni. Men hozir uxlab yotibman. Indamay eshitib turibdi men. Bu yaxshi bola Husniddin. Azam bilan qarab o'taman. Men undetman axir qo'y deb. Qiyin o'xshaydi, o'zi qiz bola bilan ishlash. Qiyinroq. Mahira bilan ishlash menimcha. Husniddin yo'q, yomon emasman. Sel qattiq qo'lroq deb aytalaman bilmayman. Sel kaprizliroq qizman. Men birdan ko'rinishingizdan masalan yana giyinadigan taqinchoqlar, giyinadigan kiyimlar, tanlagan ranglar odamni xarakterini ochib beradi-da. Masalan, men Mahirani birinchi ko'rgan vaqtimda neda ko'rganman? Shovotdami, nerda Rinatalarning qarindoshidan kimdadir to'y bo'ldi, yodingizda bo'lsa. Karantin vaqtimi edi shu bilmayman. Yodim tushdi. Biza Samura bilanmi, kim bilan to'yda xizmatda edik. Anvar og'alar ham bor edi. Nechtalar ham bordingizlar? Yodim tushdi. Shunda men sizni birinchi marta ko'rganman. O'nadon Rinat og'zidan baldanib maqtagan, Arslan og'zidan baldanib maqtagan ko'rmayapman. Shuningdek qiz bor, turkcha, ozarbayjoncha shunday aytadi, ovoz vobshe mazali, yaqinda bir qiz chiqadi, ne eshitganman ko'rib. O'zingizni ko'rmayapman. Artık shuni ko'rdimda aytdim, bu qiz уже более solidni Yevropa siz o'zi neda yashadingiz? Men Qozog'istonda yashadim. Qozog'iston. Şu anda. Apam akamlar şu anda ishlaganlar men. Ishlaganlar. Ishlagan, hozir davlat ishida. Yo'q, akam uy solar edi. Ne, stроитель. Shuni endi. Bizlar ham yonida edik. Bizani şu anda o'qitganlar. Oilangiz? Oilaviy shu yoshlikda şu anda o'sganmiz biz. Necha yoshingizda ketdingiz ona? Yana hozir aytaman. Qizim yo'q, qizimdan kichkina edim. Bir 6-7 yoshimda ketgan o'xshayman. Yo'q,
Ama şu anda okuduk, mektebe şu anda bardık. Keyin Xivada bitta yaşadık, o'zi Xivalımız-ku bize. Aslı Xivalısın. Aslı Xiva var. Keyin Urganchga gelmiz. Xivanın yerinden. Xivaning şu dik darvozanın yanından. Ata darvozanın teyinden. Nulalaydan. Xivalılar. Video like'larına basıp tarkatıp taşanlar bize Aslı Xivalı ben bilmedim Xivalı. Xivalımız bize. Mahire ince bilen birgelikte suhbatimizni o'rinda davom ettirib turibmiz. Lekin Ben zavtırık tayyorlayın şu suhbatni. tayyorlaymizmi? Tayyorlaylik. Ha. Bizde doğrusunu ayting degan sahifa bor. Doğrusunu ayting sahifasida albatta bize Mahire incini hozir eng qiziqarli savollarni tartib kelamiz. Mahire, ben shogirdlarim shunday zo'r savollarni tayyorlab qo'yibdilar. Bu savollarni sizga beraman. Bilib turibsiz, xato sizda. Lekin urushib o'zingiznikini ma'qullagan vaqtingiz bo'lganmi? Bilib turibsiz-da, o'z xato sizda, lekin Hemet pem ötürüşte ava shunday nayndi. Ava undan bo'ladi menda ko'p. Ko'pinchami? Ko'p bo'ladi ava. Shu o'zimniki meniki bitishi kerak deb turaman. Keyingi savol. Yaxshi ko'rgan insoningizni qaysi qiliqini ko'rsangiz, "Ey, shuni ham yaxshi ko'rdimmi" deb o'ylagan bo'lar edingiz. Ha, o'ylagan bo'larmidim yo o'ylaymanmi? O'ylaysiz. Yomon Значит, qiliqini bog'lang, ko'rsammi? uning xarakteri Shuni bor. xarakteri bor. Qarjonligi bor. Qarjon qarat bo'laveradi. Keyin gap tushuntirolmay o'laman men keyin. Yo'q, imindin emas, avundin. Imindin bo'lsa imindin bo'ladi axir degandan keyin U tushunadi. qaysi vaziyatda qaratadi? Rash ketgandami yo bir yere boraman deb Yo'q, ishi bitmasa. Masalan, hozir men borayotirmayman. Darrov chiq deydi. Ha, men chiqishim kerak darrov. Men 5 minut ham kuttirib bilinman, tushundingizmi? Nerishtatdan qaratib qo'yadi. Men aytgan vaqt chiqmaysan, o'zing aytgan vaqtda chiqasan deydi. Mumkin emas, aziz do'stlar, men Mahira bilan perdacha yozib shu narsaga amin bo'ldim. Mahiraya chiq degandan keyin 5 minutda chiqishi mumkin emas. Yo'q, endi 5 minut debdim. Bo'rttirib aytib moqchidim. O'zidan baribir 10 minut bo'lsa. Hozir 15 minutda boraman, tayyor bo'lib o'tir deydi. Men shu 15 minutda tayyor bo'lmayman axir. Ben 20 minut, 25 minutda tayyor bo'lishim mumkin. Keyin men bilan urushadi. Keyin sen men aytgan vaqtda tayyor bo'laver, 15 minut yetmaymi? Aytaman-ku, gelmasdan burun. Uni shu bitmaymi aytgani, men aytganim bitaman, shuning uchun tartishib qolamiz. Ochiqcha javob berib turganingiz uchun rahmat. Bugun azon bilan kallangizga kelgan birinchi fikr nima edi? Bugun azon bilan Abid bilan-da endi siz. ovqat yeyishim kerak edi, ochadim. Azon bilan turib birinchi ovqatni o'yladingiz. Noovqat agar sir bo'lmasa, o'z noovqat yaxshi ko'rasiz. Ovqat deganda endi men uchun zavtrak-ku, Zavtrak-ku, tursam, abeddan keyin tursam ham sut bilan avundindan yedim. Keyin slivichni masla yedim. Shunday zavtrak etdim men. To'g'ri, azon bilan kelgan nov fikr kelishi mumkin boshqa. Yemedim. Azon bilan turib, o'sha oshqozon miya signal bergan, ovqat yeyishing kerak. Ovqat haqida o'ylaysan. Oxirgi marta kimdan uzr so'rash vaziyatida qoldingiz? So'ramaganligingiz ikkinchi darajada no. Uzr so'rash vaziyatida qoldim. Hech kimdan o'xshaydi, yo'q. Hech kimdan. Durust, ammo original, to'g'ri gapni to'g'ri aytadigan. Yo'q, uzr so'rash vaziyatida umuman qolmadim. Mendan uzr so'rash vaziyatida keladim ko'p lekin. Ayting hozir. Ey, Mahiradan uzr so'rash vaziyatida qolasiz. Hozir so'raymiz, kommentariyada so'rasangizlar ham bo'ladi. Yo'q, uzr kerakmidi, lekin shunday vaziyatdagilar ko'p. Uzr so'raysi keladi, lekin so'rolmaydi uzrini. Botinmaydi, yüz yo'q deydi. O'sha meni so'rlatjaksiz bak. Rashk deganda nima tushunadi Mahira inji? Rashk deganda men rashkchiman, non tushunaman shu. Men non tushunishim. Nafasingiz bo'g'ilib qolganini tushunasiz o'xshaydi. Tasvirlab bersam ekan uni, men dum qizg'anchman. Rashk shu men oxiri yo'q bir nodiydi bir o'ziga gal o'lmaydigan bir narsa shu ayol kishi uchun shunday deb bilaman. Men uni tasvirlab aytib berib bilmasa bir gap bilan uni ko'p narsa bor. Uni birma-bir tushuntirsam hozir men dum rashkchiman. Masalan, yana rashkka aytgan vaqtingizda nechta ahvolat tushdingiz? Oxirgi marta rashkka aytgan vaqtimda qaltirab qolganman. Shunday dum shok ahvolda mashina haydab o'lmay qolganman. Shunday случай bo'lgan. Masalan, rashk deganda dum nafrat bilan rashk ikkisidan jonli keladi bir vaqtda. Men shu vaqtda mashina haydolmay qolganman. So'kinishdan, so'kinish emas, umuman jimlik bo'ladi menda jonli. Yo'q. Gaplanman, urushib ham bilinman, nerishtaman jonli qaltirab. Stressga tushib qolaman. Urushib ham ne uchun, ne deb unda bilinman. Uning xarakteri yo'q lekin. Tushunarli. Xo'p,
Keyingi savol, nechalar tez yig'lab bilasiz? Dum tez, dum. Hozir ham yig'lab bilaman. Yo'q, yig'lamang. Manikür pedikyurizda yarim soat kutdik o'zi, hech yig'lamang. Yo'q, tez yig'layman men. Gap ko'tarib bilinma o'xshaydi. Qoratib qolaman, ammo tez yig'i keladi. Birovga bir narsani tushuntirib tursam ham yig'lab berasim keladi. Shuni ham xursandchilikdan ham tez yig'layman, xafagarchilikdan ham tez yig'layman. Masalan, yine jiyanim 3 oylik gülüşüp başladı. Bir mazdat güledi, yığlasım geldi. Gülüyenden xursandchiligimdan. Shunday mazdat gülüp başladı da indi. Shunday hava ta'sirchan deb aytilammi? Hava, ta'sirchansizda. Shundayman. Gap yo'q. Xo'p, sevgilingizni kundaligini topsangiz o'qirmadingiz? Yo'q, hozir kundalik yozmaydim. Masalan-da. Topsammi? Yo'q. O'qimasaydim menimcha. Siz yozasiz menimcha kundalik. Sizni bir turda daftarlaringizni ko'rmadim o'xshaydi men. O'qiyman. O'qiymandan yozimman lekin. Ha. Yozimman yo'q. Xo'p, o'qimagan bo'lardingiz demak. Davom etamiz. Vujudingizda o'zingizga yoqmagan joyingiz. Yo'q, buni aytibman. Yo'q, realniy, yani doğrusunu aldamayın gapirayım. Aldam. Gizlash yo'q-ku. Gizlash yo'q-ku. Doğrusu az semirgenmen, ayol kişilerde menimcha aytavereyim mi? Aytavereyim bemalol. Menimcha ayol kişilerde şu karın getirish problema bo'lsa kerak. Erkek kishida ham shunday kostyum kiyib o'tiribman qisman. Shu muammo bo'lsa kerak, shu ko'ylak kiyganda, nada men hozirgi kunda semirgenman, ves olganman, bir 10 kilodim qisilib ketibman. Hozirgi kunda qoningiz yoqmayapti o'zi. Hozirgi kunda shunday problemam bor. Sayohat qilishni yaxshi ko'rasiz, bilaman. Sayohatga ketishingizda birinchi bo'lib oladigan narsalaringiz, balkim ular 10 danadir, balkim 5 danadir. Sayohatga ketishda birinchi bo'lib oladigan narsam ne oldu? Pul? Естественно, pul. Endi giyim uncha ko'p olaman, shonni olaman deb. Keyin yana ne oldu? Bo'ldi, o'xshaydi, ne olish kerak? Giyim va pul. Giyim va pul ava. Ha, eng ahamiyat qaratadigan narsam shu tufli. Yani ko'p odam masalan yana gostinsaga borganda uni platinsasini sirnasiga yemiydi. O'zi bilan bir narsalarni olib, bir narsalarni aytib yuriydi. Ne odamlar bo'ladi yani, bu ne deydi ya? Dumpertinin ya. Yo'q. Uni emas. Yo'q, to'g'ri ketaman. Pul, bir ikki giyim salamandan bo'ldi. Tamam, ketdi biletni al, pasportni al, ketdik samolyotda. Xo'p, azanda diyetani boshlab yeyishni buzgan vaqtingiz bo'lganmi? Her gün bu zaman ölmey, her gün. Her gün diyet tutamadım. Erten tutama yaxshi. Yo'q, büyünəm açıb bərəyiş, iş öydakilə də bunu bir üzüm yaşaşım gərəkdən mənə demə. Şunda yemməm mən demə. İş öydakilə məni yedirədi demə. Mazalı və pişik. Ölməyə gündə kolasıyım içkən, mənərsə bağa okatla, hamile okatla. Diyeta gündə tutaman demən. İlacı yox. En zor karsetini aldım işi yine 2 günlük. Doktorla bilən, gəpləşib, vuraçla bilən. Zor etmiş, karın getirədi onun, işi figuranın özünə kerib. 10 ay davamında zor rezultat bərədi dedi. Aldım yan karsetini. Mesela adam şunu yine, ben aldım şunu yine, açıkçası $150 aldım. Aldım şunu, giyineyim şunu bir $150 ne hiç olmaz abi, bir ay giyin, bir ay yok. Bir merte giydim, doktorun özü giyizip verdi. İşini ben aytkan diye giyesiz dedi. Her gün 2 saat 20 minut, 40 minut, 20 minuttan köpeytirip barası dedi. 10 ay davamında ben aytkan rezultat buladı. Şu vaxtı gap başlamış siz bilen de giyizip verdi taklap. Öyle gelip 2 saatten geçtim, boldu giymedim ki. Onu kimdir giyizişi gerek? Kıyımlı ya Titanic demin arkasını net duradı. Özüme giyişini öğretti. Şunu birinci mərtə özü giyizdi. Şunu hep giyiz dedi. Çüntürüp verdin. Şəb giyip şəb yetişimden. Şu karset yine geçirdik. Medisinski karsetten o. Şunu ben aytken diye 10 ay davamında giyseniz zor boladı dep aytdı. Lekin giyenim yok. Yani giyişte kino görüp, serial görüp oturgan vaxtında kola bilen sevinçki getedi da. Hava, chipsi. Getedi. Xo'p, hayatınızda o'zgartirgan sinish nuqtasi bo'lganmi? Ava. Hayatımı o'zgartirgan sinish nuqtasi bo'lgan. Masalan, yaxshi tomoni o'zgartirgan deb turibsiz? Albatta. Balki yomon tomonadir. Yo'q, faqat yaxshi tomoni o'zgardi. Bir emas, 2 sinish nuqtasi bo'lgan. Belki ko'p bo'lgandir, ikkisi yine hozirgi tanlamaganini aytaman. Rinat Sabirov bilan ijod etganmiz, bilasiz. U bilan ijodimizni to'xtatgandan keyin 1 yil ishlashdik. To'xtatgandan keyin yaxshi taraf o'zgarishlardim, zo'r bo'lgan. Men uchun yaxshilikka bo'lgan, zo'r taraf o'zgargan. Keyin yana ikkinchisi
yaxshigina bir xiyonatga uchradim. Vam bir men uchun bir ders bo'ldi. İcad taraflamam, sevgi taraflamam. Yo'q, do'st taraflama. Yaxshigina bir xiyonatga uchradim. Ders bo'ldi menga. Men bundan dim xursandman. Men ko'zim ochildi. Ya'ni men qaytib do'st tutmaslikka qaror etganman. Shundan keyin, shu bo'lib o'tgan narsadan keyin xursandman undan. Uzoqlashdim unday insonlardan, unday insonlar bilan boshqa muloqot etmaslikka qaror etdim. Men uchun zo'r ishlagan deyecekmenden. Bu ikkina ham men uchun ders bo'lgan. Tushunarli. Mohiradan uzr so'raydigan odamni bilib qo'ydik. Sirazi kommentariyada yozib uzr so'rab qo'ying. Menimcha qiz bola. Do'q vaqtingizdan eldingizga kelsa hazzat viydon narsangiz. Do'q vaqtimdan. Do'q. Bilinma. Klubniki ham ekan. Meva, shu meva bo'lsa kerak, ava. Meva bosib beraverasiz. Ava. Ne yo'q. Eng uyalgan vaqtingiz. Eng uyalgan vaqtim? Nodandir. Vaziyatdanmi, odamdanmi, o'zingizdanmi, ahvolingizdanmi, harakatingizdanmi, ish qilib. Bo'lsa. Masalan, постоянно hamma vaqt xarakterim, uyalganlik xarakterim. To'yda sahnadan tushib, odamlar yana borib o'ynash. Uyalama adam rengine qarab o'ynab bilmayman. Gülüp yine oynaydı. Masalan borib ayol kishilar bilan masalan aytib bilmayman. Shunday bir xarakterim bor avlining, nechunligini bilmayman. Balki shu uchun ham sahnadan pastga tushmas men deb o'ylayman. Bu ya yosh vaqtdagi travma bilan bog'liqdir balki. Qaysi? Ona bilan mehr bo'lishmayman. Balkim uyalganligim adam yuzuna qarab o'ynab hazat özüm açılışıp bilinmenden şu. Sahnada derpen min duraman. Sahnada koşkum aytib sahnadan ketaman qayt. Молодец. Oxirgi savolim, dugonangiz siz bor joyda yaxshi ko'rganingizda ko'z suzsa chaqtiradingiz. Dugonam men bor joyda yaxshi men yo'q joyda ko'z suzadilar. Men bor joyda emas. Men bor joyda ko'z suzolmaydilar. Men yo'q joyda ko'z suzadilar va men indamman. Indamaysiz. Vicdan o insanın özüne bağlı. Ben o bilen uğraşkan, o şunun insan. Ben ona söyleyenim peydası yok. Ben ona gepim doğrusunu aytkan o bir indi ne kuzatuvchilarimiz uchun bir asir şey girmesin o gap, lekin meni birdan ağzımdan chiqadigan gapim qimmat o insan uchun da. Lutchu men indamin. Eng yomon javob men shuni deb bilaman da. Eng yomon javob bir insona hamma temada. Yomonlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, bilinmay eng yomon javob indamaslik. Indamaslik odamni o'ldiradi. Pichoq so'yadi indamaslik. Ne uchun indamin turibdi ekan? Mo so'zlasa bo'ladi-ku, deydi deb o'zini o'zi yeb o'tiraveradi. Sen bandazat o'zing hayotingni yashab yuraverasan. Shu men indaman, men xarakterim shunday. Men indamin qo'yaveraman bo'ldi. Ayol kishilarning ko'psida bor bu holat. Sal bir indamay o'yadan qo'pol gaplab qo'ysang yoki bo'lmasa nodir bir narsa aytib qo'ysang, birgalikda o'tirgan vaqtida kimdandir SMS gap qo'yadigan bo'lsa, 3 kun uyda indamay yuriladi. Qarat. Akangdan so'ra, ovqat yemaykan deyiladi. Va katta ballar qalang, suhbat. Doğrusunu ayting sahifasida Mohira Inji bizlara naqadar doğrusunu aytdilar. O'zlaringizni fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim. Gizlash yo'q dasturi davom etadi. Hozir biza Mohira Inji bilan birgalikda zavtrak atamiz va shaxsan Mohira Injini o'zi tayyorlab beradi bizlarga. Bir dona tuxum bilan bir dona sosiska ko'rib bersam, buni bizlarga kim ko'rib beryotir? Mohira Inji ko'rib beryotir. Shuning uchun gizlash yo'q dasturining eng eksklyuziv variantlari shu o'rinda. Hech yerda ko'rmagan narsalaringizni bizning kanalda ko'rishingiz mumkin. Hazzating YouTube kanali, hazzatib tomosha qiling, hazzatib like'larni bosing, podelitsa eting, albatta biz bilan birga bo'ling. Suv ham yo'q ekan qo'yda ayning. Suvni o'chiribdilar, nechun bilmayman lekin. Suvni o'chirmasinlar axir, suvni o'chiraman. Yo'q, qo'ng'ishli odam yo'q. Ha, sabr narsani. Bir narsalar bo'lmaydi. Mohirasning ovozi shundaymi, o'zi ovozanda shunday bo'lib turibdi. Yo'q, ovozimiz shunday, shu savolni yaxshi berdingiz. Shuni aytchak edim men yana. Ovozim o'zi gaplaganda shunday. Shuni yaxshilab aytib telekameraga. Gaplaganda shunday, qo'shiq aytganda unday emas. O'rtak umuman bilasiz-ku, eshitasiz-ku meni. Ha.
Bu nimmes koşuk aytkanda, gepleyende şunda xirip, xuddi ya şamallak kalan deyin, şuna oxşideyin. O azam bilen mi? O azamdan ebettem geçtim, işi duruştu. Hem oxşun ya. Hem oxşun xirip bilen avazım. Hazır azam bilen bir narsa aytıp berin kan. Canım kayıt, senden özgesi gerekmez yanıma. Canım kayıt, ya meni gözüme karab, sevmezliğini ait. Canım kayıt, Hey. yeter indi. Bana bergen azapların yeter indi. Səbrimni şunça sinadın yeter indi. Oxşayımı? Alo, Gepləyəndəki. Gepleyende oğazı oxşamaydı. Ben bu narsani nutq derslerimden köp ötəmə, aziz yurttaşlar bu narsani tushuntirib o'tib ketishim mumkin. Mesela ovoz bo'ladi, mesela tabiiy ovoz, hayotda gapleyen ovoziz. Lekin mesela adamda akademik va dramatik postanovka bo'ladi. Uje so'zlab boshlagan vaqtingizda, ya'ni mikrofonda so'zlab boshlagan vaqtingizda mana san'atkorlar shunday aytib boshlagan vaqtida o'z-o'zidan professional tarzda bu postanovka o'zgaradi. Ya'ni hayotda gaplab turgan vaqtingizda shunday svobodniy gaplaverasiz-ku yana. Aytganingizdek xiripli, boshqali bo'lang. Lekin bir tarafa o'tgan vaqtingizda To'yda mesela assalomu alaykum hammaga deb boshlagan vaqti sal boshqacha bo'ladi aytganingizdek. Uje yangi atarishingizni aytib boshlagan vaqtingizda, ya'ni professionalni o'zingizni sohangizni aytib boshlagan vaqtingizda uje nima bo'ladi? Postanovka yana o'zgaradi. Akademik postanovkaga o'zgaradi. Ana shundan bo'ladi u ko'pincha. Lekin ovozingiz ne yosh vaqtda shamollanmish aytgan yana chunni. Yo'q, o'zi tabiiy shunday, yosh vaqtda ham shunday edi ovozim. Vaqtimni telefonla bo'lmagan bir narsani ko'rsak. Yo'q, vaqt videolar yo'q. Rasmlar bordan videolar yo'q. Rasmlar bormi? Rasmlar bor. Rasmlarni ko'rsatishimiz mumkin. Rasmlarni Bir zamanda. bir zamanlar. Bu qiz kim? Bu papa kim? Bu Roza bu meni kızım bu. Oho. Kichkina doğulganda 800 gram doğulgan. 6 aylıkta doğulgan. 800 gram? Şu için aşın kız zont bu bununla zont. Voy voy. 6 aylıkta doğulgan, erте doğulgandan. Yaşak gitken lekin Xudoga şükür. Молодец, молодец, молодец. Hazır hiç etip olmayacaqdım yaman. O'zi men gamburgchi bo'lishni istayapman-dan kichkina vaqtda. Shuni gamburglar bo'lardi, bilasizmi? Yemiz shuni avval iminin gamburg bo'lardi-ku, imberini kesib imberini sap beradilar. Bilasizmi, hozirgi din bo'lma? Hozirgi din bo'lma? Yo'q, ishning bo'lgan. Qachon bo'lgan aytib turamiz? Bu shu siz bilan meni kichkina vaqtimda bo'lgan. Men o'zi yaqindan bilaman Siz yaqindan ham kichkina edingiz axir, ha? Biz sen uzoqroqdan kichkinamiz-ku. Bilasizmi, bu nechanchi yillarda, где-то 95 2000 yadon. Ha, bilinman ekan Ahmet. O bozorda endi qatorna gamburgchilar bo'lar edi. 150 so'm, necha so'm bo'lar edi. Shuning gamburg bo'layotdi. Imbirni kesardilar, shunchalik kichkina go'z sap beradi. Boshqacha bo'lgan. Endi Nana shuning nomi? Shuning rasmiy shuni o'zbek. Xorazmda. Hozir boshqacha-ku. Hozir boshqacha. Qayrılıb ketdi oyog'im. Qiyshayib ketadi-ku, tuflida emas eng qiziqi. Masalan, tuflida to'yda bo'lsa tushunardim. Shunning to'g'ri yurib keladigan holatda. Siz yurganda ham xayoli parishon odamsiz tanang. Balkim ko'p o'ylanaman men, o'y xayolda yurayman. Nima o'ylaysiz? Masalan, sira bo'lmasa. Masalan, ko'pincha ishi ijod nechik ijod etishni, nedan ishlatishni. Yo'q, endi u internet aytiladigan gaplar. Yo'q, internet emas, rostdan ham. Masalan, shu ko'p ideyalar kelib boshlab yurayman men. Her bir giyadon göynekimi o'ylab yurayman. Shunning giyman, shu konsertda shunning giyman deb. U birdan tikuvchi yana borib tanlanadigan narsa emas. O'ylab yurayman. Masalan, shular deylik, ina, o'amba ki oilam haqida masalan o'ylayman. Hozirgi kunda chetga ketishni o'ylab yuribman. Evet, tezroq borib bir zaman dam olib kelish. O'zi bolaga yaqinda borib kelmadingizmi? Yana bolaga ketasinmi? Bunga nima deysiz? Endi men bormayman, bolaga borgan odamlar hammasi aytadi. Endi astag'firullahdan jannatga tushganni olasan deydi. Dim zo'r chiroyli shahardim. Men bolaga
10 gün, bir hafta gitmedim, 40 gün gittim. 40 gün gittim ben Baliga. Voy voy. 40 gün bir özüz. 40 Endi bir gün özüz emas Xudo, bir yaxshi özüm shunday emas, o'xshab çıkanım var hadi. Endi qarang, çıkanım var, dem çıkanım turmuşa chiqib qo'yibdi Baliga. Ha. Yaşaydı şu anda. Ben tursuz, iş nesesiz, tur almayın, doğru çıkanım yana çıkanım. Çıkanım şu anda turmuşa çıkan. Ben şunu yanında arkayın yaşadım lan 40 gün. Lekin ne için yine bar çekmem ben. Ben yok etken resimlerim, yok etken videolarımı yine kaytadan işlep gelişiyor. Hem bir de resime düşüp, hem bir de yine en kızık bakıyan resimlerini hem bir de 40 dolar, 60 dolar, 50 dolar satıp alıp hepimiz aynı. Telefonu ötürüp belediler üzerime yankını. Flash gelmez lan. Telefonu ötüremiz 7000 tane resmim gitti ben o telefonda. Keyin ötüremiz telefona keyin kızık şu anda post koyup taşadın. Hiç koymam ben. Kur istoriya bilen bulavereyim. İstoriya koyup. Post koymam bana. Mesela şu an posta koygamda hazır günde alıp bileredim ulan özümeden. Al, koyup bilmedim. Koymam mı? İnese. Ben kur gepledim. Ben muncha köp geplemesedim Ravşan'a. Özü gepleş gerek. Mahirem aytdım kutsa ben dedim sizni gepletemen dedi. Geplettiyiz lekin bana bak. Lezzet deyip gürünleşişimiz gerek. Hele indi bu başlanışı. Hele indi kız yattırımız. Azzet'in YouTube kanalı aziz dostlar. Biz resimler yanına geldik. Mahire'nin kichkina vaqtini görəsiniz bu Mahire'ni to'yda gelin vaqtini görəsiniz bu. Ya kur gelinlere qarab yoshlarimiz baxtli bo'lsin, qo'shiqlarimiz sizlar uchun deydi-ku. Ena Mahire'nin o'zini gelin vaqti. Bu nechanchi yil endi bu? 2013-yil edi. Hozir 25 mi? Yo. 12 yillardan ekan. Mahire pochta bir qiz. Yok ay. Pochta bir qiz. Endi bitta bunda ozgina O'zgargan ben bari bravo. Bunda ya Bunda yoshlik tabii davri. da bunda ne leba geldiler, ne yüzlere ukolla bal vakti hiç nese yok. Pochta bir xil-ku, labiz. Endi ben azgına gel ağam bak labima. 100 yizam. Bilmem. İş kılıp şu vakti zor gelin hadi. Şu vakti modli gelin hadi. Çok ki. Şurada ben dim kichkina vaqtizdan görüyordum hazır. Yine beni kichkina vaktim. O. Yine beni kichkina vaktim. Yine menimcha işim Mahire bo'lsa kerak, işim Mahire bo'lsa kerak. Navaş yiyip gerek. Köşün gördünüz aktapuçken. Ko'z bir xil-ku, chiqqan bilan. Bir xil. Adı kim buni? Firuz. Feruz. Firuza. Pelli demem ben. Shu aslıkta shunday bo'ladi, pelli sherli. Chiqqan ya ko'chadan bari yemin qorayib ketadigan chiqqan o'xshaydi. Siz qizargansiz menimcha. Bize kurcak oynayadik. Ben dım kurcak oynadım kız babamla. Ha. Ben az aytama 12 13 yaşımadan kurcak oynamam ben. Dakansa kurcak oynagam ben. 13 yaşımadım. Ava ben çistin kurcak oynayadım. Padezlada oturup halala tikeredim göynekle kurcaklara. Dım kurcak çıkıyız babamla. Lekin kızım onu dinemez. Ben dakansa kurcak oynagam ben. Ha kızızdan kızı kadar. Kızım oynamaydı kurcaka karamıydı. Telefon. Kızla telefon. Ha. Onunla kurcak oynamaydı. Oh, iyi bir resme karanglar. İyi bir resme karang. Mahireni tap diyen resim. Toşni ortada emas, lekin ang toşni ortada emas. İşi bo'lsa kerak. Men. Besh ekan Mahira. Balalık davri boshqachadan bari. Yine iş göynekim ya göynek teması buldu. Hele durdu. Her bir göynekim alıp koyma. Ha. Hemmesini emez. İşinin bu kadırlı olan göyneklerin bazı içinde. Hemmesi hem kadırlı. Bu kızız. Bu telefondan düşürülgen o'xshaydi bu. Aa, telefondan düşürülgen. İşletip koyma şulanı. Erten gün görüp oturamam deb. Yine ben yine. Yine bir. Yine kuracak. Kolumda. Yine kolda kuracak. Sultan bu o'xshaydi bu. Hava sultan bu. Yine kuracak çıkıyız. İşöden neçe yaşsız yine? Kızım bilen denk bağmandı. 10 9-10 yaş bağmandı ama. Yadımda yok. Şundan yine hiç kim kolunda kuracak yok. Makinenin kolunda kuracak yok İslam. Şunun köp kuracaklarım bu arada. Enem alıp koyardı beçara. Mahireninki demeyin. Halta kuracaklarım. Oh, makara. Bu ailevi resim de aynı. Aa. Ekem apa. Bu pepesiz mi ya? Yok kız yükem.
Bir gelin vaktimdan göz tüpötün. Ne bir gelin eken ben deyim. Gelin göylekte gelini görmedik. Bu ya gelin bu çıkenden keyin kastingga ora birdan kızla buladı-ku. Üzerem şu akları şarf moda bak gitmedik kim yoğun şeyler. Şimdi bir şarf uğraş. Şu halam, bu halam okşatadılar beni köp. Ben yine 3 halam var. Babam 3 halam, apamla 5 kız. Şu başkaça yani karang. Bu resme karang, bu resme karang yine. Şunu aytım ucu apam. Yaş ötüp karıysan egemden beri yıl ötüp get. Yine hazırdım tez ötedi. Ya yaş vaktimiz bilinmez mi gün ötüşün tez. Gün ötkenden. Ya telefon yok hadi o vakitlar onu yemeseydi. Dum gün uzak hadi kurayım benden. Yo menimçe ma'lum yoshda o'tgandan keyin qarish prosessi tezlashadi-ku. He, karıysın gelmeyin. Osh uchun Tezleşedin. tezlashib botirgan yoshlikda bilinmaydi-ku. Doğru. Aynan qarab o'tirmaymiz, boshqa immuniyada deb o'tirmaymiz. Bu qiz kim? Bu papa kim? Bu Roza bu benim kızım bu. Oh. Kichkina doğulgandan 800 gram doğulgan. 6 aylıkta doğulgan. 800 gram? Şu için aşındığın kız zont bu bununla zont. Voy. 6 aylıkta doğulgan, yerde doğulgandan. Yaşak gitken lekin Xudoga şükür. Malades. Hazır hiç etip olmayacaqdım yaman. Bu ben yine epkem. Şimdi Radnoy. Ha. 2 ülkem Radnoy. Bu Yakında ciğenim oldu. Ha. Epkem doğdu. Yine ağzı karan. İş ülkem yine iş ülkemiş. Karan vaxtmış hep ötüşüne. Neydi? Bir zavatdayım. Lekin yüzü o'zgarmaydi adam. Şunu aytaman ne bileyim. Yüzü o'zgarmaydi. Yüzü o'zgarmaydi dedilar, yüzü o'zgarmaydi dedilar. Ya g'amgirlashamiz. Yo'q. Sizda ozgina g'amgirlik bor lekin yüz. Yo'q, men o'z shunga o'xshayman. Men hamma aytadi men. Necha ranging buzib yuraysan, necha seriozlisan. Bilinma, shunga o'xshayman men. Nimnin sokinlikdanmi yo ko'p o'ylayverganingizdanmi keyin? Bilinman, shundanmi ki. Yine dumaka chiqiz bo'lgan ekan, hozir bilib o'tiribman shu. Rasmlarni ko'rib. Bular akalaringizmi yo qo'shnilar ham bormi bu yerda? Qo'ng'ishi yo'q, dapada turayim, bir de epkem bor. Bu apkingiz, ha? Bizda shu akacha bo'linadi o'zi. Tüm akacha ekanman. Yine voy, ne diye yosh ekan yine. Benim qizildek ekan. Ha, yine uylanib qurib o'tdilar. Yine men qizimga vaqtim. Qizimni yangi Perlina, yangi chiqqan. Bunda. Yo'q, ya, nima? Ya ko'chada Endi ikkita siz. bo'ldik. Endi siz. Ina uni apasi. Unda men apam chiqqanlar. Bu qiz o'zgarmabdi lekin. Mana qarang endi. Ina bu yerda dum qiziqlisi bor ekan. Ina men, epkem, yangi ikki ukam. Ha. Oilaverasin. Ha, imlab tushish vaqtindan bu-ku. Qani? Bu men emas. Yo'q, o'zidan shundan. Hozir dimshu-ku, bu-ku. O vaqtim telefonda rasmga tushib bo'lman-ku, hozir telefonga tushganda aka qo'l boradi. Aytman. Inam. Zo'r rasmlar bor ekan ina. Bular noda tushirilgan ekan bu rasmlar. Hayronman-da men ina. Shular noda tushirilgan. Shu vaqtida noda. Plenkada. Bilmaysizmi plyonka? Men ina plyonkani bilaman, yodimda yo'q. Bir eslatib bering. Yine resmimning ne olaradi-ku? Fotoapparatlar. Uning kichkina tumalak plyonkasi olaradi. Hangdab ochilib. Keyin borib turib, nettirib, rasmxonalarga borib, sveta qo'yib, "Ma 23-ni ishlab ber, ma 16-ni ishlab ber" deb rasmga qarab toparadik. Lekin yaqinda bir fotoapparat aldım ya, elimden çıktım ya, profesyonel emas, rengli fotoapparat bak. Şunu aldım. Şunu hoş resme tushiradi ekan. Ko'na vaqtlar yine ishning tosh ishini razmerda tushirib beradi. Shuni sal kichikroq
Çıkarıp beredi sırasın. Ha. Evvelki vakıla deyin. Kadimde düşken deyin. Lift buzulup Hava. kim bilendir kalıp gitseniz bu insan kim buluşunu haklar ediniz. Sibelcan mı ya Firuzbek Rahimov mu? Liftte kalıp tutmaz. Hava. Doğuş değilsi Belcan. Ne için? Yok Firuzbek, ben kalıp bilmem liftte. Özümden kem historiya koyamam. Ben üzü koyup bilmem historiya. Gelişmiydi Ya bende lan. koyabilirsiniz. Yok koyamam. Ya karışmıyor Dur, salonladım gelişmiyor. koyuyorsunuz ağzı. Taza maşin belki. Gelişmiydi. Ahi vereyim. Maşin, ne diye maşin? O Lidok kız dep tuttu mu? Ben görmedim. Yok, çay demlemedim kumere. Hey, kofi buz bak böyle. Yok, kofi soğuk kaldı az durun. Çay koyup vereyim. Maşinimizin adı Dongfeng. Ha. Delfin. Dongfeng diyen maşin, şu Liya okşuydu. Ne okşu Aa, ne? şurada. Çosu mu? O şu 35 mi? 35 bin lira. 500 Yaxşı lekin 35 bin, 65 binni vidini verip tuttu da. Aa, acayip maşin ekendim. Hem dese bize bilmi yürüvedik tamam onu görseniz. Ha. Algan günümden başlap zaryata 2 merte koyduk ben bir günde zaryata. Tamam. 2 merte koydum da ki ne o buttuk eken dimen. Ne o eken ne şunu eken de bilmiyorduk biz onu köp vakt. Bu zaryatı ne yiyip durgandım. Dum köp zaryatı 2 merte koyamam günde canıma da gitti da. Benzin salamam benzin gitmedi da zaryat gidiverdi. Ha. Bir yerlere basılık kalan da mı? Keyin şunu doğulladık basılık kalan yerine da. Biz onun şunun bir yerine basıp koşu gereken haz normala düştü da o. Hem benzinden giderdi gibrit ko. Hava. Hem benzin hem toktan. Keyin yine mesela 3 gün boldu toka koymadık hein. 3 gün boldu toka koymadım. Benzin üzü zaryat berip duradayken aşının bop getiverədeyken. Şu 60'dan ötse arayana ötet değil mi? O şunu Aa, bak bula. ben- Siz aret bana. Ama ben yine 3 gün boldu vermedim zor. Şu nene basık kalandan keyin şunun boldu. Olmasa 2 merte ağır. Bir merte yolda öçük kaldım. Benzin aldık yanmadı yankı maşin. Yok hay. Ama keyin bunun üzerine yankı noktası var gene. Ha o kurtukludan tuttudan benzin darmin tuttu. Yok ama en kızıkı ben karamapmam benzinem öçken tokam öçken. Çeşitli yolda gaz bastım. Hadi ki şey diyen başında şimdi ola. Yastan çete ötet durdumdan. Keyin benzin aldırdım, benzin saldı, benzin de edelmiydi. Yankın tok yok, indi edelmiydi de tutmandan. Yok onu benzin ötürüş gerek ekendi. Aşın keyin yankın ustasını çakırıp, yakıp, aşın o üzem toya git paratman kısta alman, takside gitken ben ki maşini taşap şöyle. Ballara taşap, Nön yürüyüz sen, kız valla şunu dinleyin. hava dumay, ben dım nölnölüyüm. Tiki uçum bak o en kızık, tiki uçum nöl bitiredi göynekli. Kanserde yarım set kandı bitiredi. Ya şimdi. Bir gün burun bitmeyen ben göyneklerim. Lekin kütkenine yaraş adam. Ben her bir giyen göynekim kütkenime yaraş adam. Yo rastlarım göreneklerinize gep yok. Yaxşı Dağıvır olan. göterilgeni ne için? Maşina ağanız için mi ya? Ne için? İndi Göynek için. sel götürürler. 1205 lira yazın. İndi sel. Dijurlan şunu değil mi? İndi hakikatini aytamız değil mi? Ava. Ava dijurlar şunu. Hazır. 1200. Bir royuz ne? 500. 500. 500. Malades. 500 ava şunu. Her neyine karaptan, onca ayına karap. Öz lekin senetkar kımmat yürüydü, onu etedi ku, lekin Bizənem sen rasxot köp dandı. Rasxot köp doğrusu. Mesela ben bir giyen göynekim bir römün pulu deseken buladı indi. Aşıp daşıp gitmesin. Lekin benim yaxşı olan pula tiktiremem göyneklerimi. Benim plasto göynek giyinmem axı mesela. Onu gören çünkü adam biledi. Mesela bilgen adam biledi. Her bir göynekimi, benim mesela tapkan pulumu vaxtında şunuyum bu andan ben de yine. Hazırkı büyünədən şunuyum. Tapkan pulumun yarısından köpü məni üzümə getədi. Giyimimə getədi mənim. Mən dım giyim yaxşı görəməm. İşi yine mesela çıqqandan bir yana desem məkə ya. Ondan kenara işqıl mən dım göynəkə callı etibar qaratqanma giyimimə. Kız bala, be şu nerse sana o. Birinci orunda dım koyğanmanda. Bəyəri bir yine sənətkar başqaça bulup duruşu gerek saxnadan. Şu fikirde boğam ben bu vaxtdan. Özüge çabuk durmasa axı bu muydu? Endi kimdir, yağdin öy alıp bir nəsələ etişə kızıkadı, kimdir pulunu özünü yenilaşa kızıkadı. Lekin sizniki en doğru variant bolsa gerek, neçündəsə icadına sürtsen, giyimine sürtsen, özüne sürtsen, yine yaldırap para başta
beriş gerek keyin alınadi da. Ha. Men başta şunu deyinin, hazır ham şunu deyman men mesela. Hamma narsani o'zini vaqtida bo'ladi da. Ha. Shundan qisdim az men bir kiyimdan qissam men dum ta'sir etadi neyime. Benim psikologiyama ta'sir etadi. Rasmiylar bir gün giymedim miyine mesela bir konsertda tasavvur eting 2 gün izime keldi konsertim var 3 gün. Ha. Üçüsüne 2 göynekim var. Ha. Birisi 2 günkü konsertim var bir xil göynek giysem ben şu günü üzüme gelim ben qo'shiqam aytib bilmem sahnada. Yo'q. Ovozima ta'sir etadi. Men zo'r bo'lib turishim kerak, xushro'y bo'lib turishim kerak. Har xil göynek giyishim kerak. Yani 3 kunda 3 xil göynek giyishim kerakdan. Voy voy. Hem desa shuni tikuvchim ham shuni biladidan oxirida kelib tikadidan shuni giyishim kerak deb. Endi men qisliqaman da. Shu giyinishim ta'sir etadi menga. Har bir giyinganim ta'sir etadi. Bir göynek giygan kunim uchib yurayman men. Giymagan kunim bir xilroq endi bo'ladi bizda ham har kun har xil göynek giyaverimman. Bo'ladi bir göynekni bitta yana bir haftadan keyin giyamiz masalan, bo'ladi bir 2 marta aylantirib giyish. Shu kuni normalniy borib kelaveramandan toza göynek giygan kunim boshqacha. Bu siz hozir aytib turishsiz bu uchun bir göynekni 2 giymaysizmi shunda? Giyaman. Konsert olsa giymaysiz. Konsert bo'lsa giyinman. Mesela her konsertimde her xil göynek giyaman. Ha. To'ylarda almashtirib giyib beraveraman. Bir 2 marta mesela bir göynek bir keyin giyilmaydi emas. Tamam. Giyiladi, lekin konsertda paftor bo'lmaydi da. Mesela men yine birinchi konsert neda bo'lgan? Chester'da. Shu Chester'dagi göynekime az sig'inman men. Men az 10 kilo vес olganman. Ne çaldı? Şu vaqtda 60 kilodim ben. Onu istoriyanızı görüyordum ya. Mostik taşa birgen. Zala barıp verdin sen yine. Zor azladım, yine hem semirip gittim. Zalını taşa verdim da. Şimdi yine şu 12 yadan okulu vergenden şu. Hava. Ben kofiyim... İşes yok ay soğuk kal başka Yok tırnak maya kadar. veremem. Yok maya kadar. Obuzdan yakın. Hazretin YouTube kanalı gizlash yok dasturi davom etadi. Bizda yana bir sahifa bor. Birisini tanladi, ha. Birisini tanlashingiz kerak bo'ladi. Size savol. Lift buzilib, kim bilandir qolib ketsangiz, bu inson kim bo'lishini xohlar edingiz? Javoblarni beraman. Qisdan bak, javoblarni beraman. İkisinden birisini tanlaysiz. Sibil Canmı ya İbrahim Tatlısesmi? Menimcha Sibiljon. Nechun? Endi İbrahim Tatlıses kral, unam sevib eshitaman. Sibiljon ham dum ko'p, eng ko'p eshitadi qo'shiqchilarimdan biri. Nechikdir bilaman. Shuni tanlagan bo'lar edim. Sibiljon bilan davom ettiramiz. Sibiljonmi ya Roya bilanmi? Sibiljon bilan. Sibiljon qoldi. Sibiljon bilan davom ettiramiz. Sibiljonmi ya Muratbek Klichevmi? Murat ham ustozimiz, albatta ajoyib hurmat qilaman. Zo'r inson, zo'r ijodkor. Murat beni geçirin. Sibiljon. Muratbek Klichev demek yaxshi inson. Og'am hurmat etaman. No, geçiring. Uzattık sizni. Sibiljonda qoldik. Sibiljon davom etamiz. Sibiljonmi ya Alma Xonimmi? Sibiljon. Sibiljon. Yana bir do'stimizni bilamiz. Men sinab ko'ramiz hozir yana. Sibiljonmi ya Firuzbek Rahimovmi? Liftda qolib turibman. Qarang, to'g'ri Sibiljon. Nechun? Yo'q, Firuzbek bilan qolib bilman liftda. Yo'q. Endi hazil, yo'q, Firuzbek bilan emas, Sibiljon bilan qolaman. Sibiljon bilan. Sibiljon davom etib turibdi. Sibiljon 1 2 3 4 5 odamni chiqarib berdi. Davom etamiz Sibiljon bilan. Qoyil. Sibiljonmi ya Leyla Rahimovami? Leyla Rahimova juda kuchli san'atkor, ijodkor. Uni ham yaxshi ko'raman lekin. Sibiljon. Sibiljon, baribir Sibiljon. Men sizni javob berish anonsa qoyil qoldim. Berkini yaxshi ko'raman, lekin berki. Xo'p, Sibiljon bilan davom etamiz. Sibiljonmi Ebru Gundeshmi? Endi keldik Diston. Menimcha Sibiljon chiqadi. Javob beradigan yerga keldi o'xshaydi. Ebru Gündeş tanlaymiz. Ebru Gündesh'e qoyil chunki chempionimizni chiqarib berdilar. Ebru Gündeshmi yo Sardor O'rtachmi? Ebru Gündeş. Ebru Gündesh. Ebru Gündeshmi yo Qahramon O'zmetovmi?
Kahraman Rozmetov. Necə? Mən liftdə Şunlarını qalacaqsın. köp eşitsek ya. Yaxşı sürüştürüm. Size yakadan sanatkarlar ayıp tutmam lazım. Oo, точно. Yaxşı sürüştürüm. Kahraman, ben точно liftdə qalıb bilim mən. Ebru Gündeş bilan qalamız ekan. Hop, kahramanam cevap verdik. Lekin korkup durupsuz. Firuzbek'ten korktunuz, kahramandan korktunuz. Ne için korktunuz? Ebru Gündeş bilan qalavering. Qorxub turganim yo'q. Ajoyib ijodkor, hammasi hurmat qilaman, lekin Ebru Gündeş. Hop, Ebru Gündeş mi ya Kibariye? Yo'q, Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş mi ya Rozahan mı? Rozaxon? Kızınız. Qizim. Qizim albatta qizim bilan. Belki korkuşu O'zi mümkün. qizim bilan qalganman men liftda. Yok ay. Qizim qanimda vaqti qalganman liftda. Wow, Bu neçə yox? vaqtim qalganman. Çistin yangi yilda ilinib qolgan lift. Oh, niye? Rossiyada edim bu vaqti. Bir zo'rdan tushadilar ish qilib, hamma yangi yilda uyda yangi yil kutib o'tiribdi. 12ga yaqin edi biz bu domni ustuna chiqamiz deb. Vay. Salyut otganini ko'ramiz deb chiqvadik. Xalamla, opamla bor ish qilib hamma qilishadi lift. Keyin hech kim kelmaydi bizani qutqarishga. Bir bola ochvadi shu yerda. Oyoq sinvadimi, chiqvadimi yangi bolani bir amallab ochvadilar. Молодец. Qizim bilan qolganman lekin lift. Молодец. Qaysi yıl endi bu? Qaysi yılını kütüyatrımız? 2015. 2015 yılını kütüyatrımız. Birisini tanla sahifasında ahırda 2015 yıldagi vaziyat tekrarlandı ve Mahire İnci kızı Rozaxon bilan qolishni tanladi. Gizlash yo'q dasturi davom etamiz azizlar. O'zingiz qancha yilsiz? Qiz boladan yil so'ramaydilar aziz do'stlar. Men bu narsani Qaynadimi? ko'p muxlislarimizni anavusuna binoan so'rayaptirman. Taklifina binoan so'rayaptirman. Shuning uchun meni savolim emas, muxlislarning savoli. Dum qiziqadilar, yilamadim. Aytaymiz, ish ko'rsatib aytaymi men. Ayting, gizlash yo'qda ayting. Men yaxshilab ayting, kameraga qarab, yaqinroq kelganda. Ha. Bunga qarang. 98-yilman. Necha? 26 yoshdaman men. Oho, 98. Молодец. 26 yoshdaman. 16 Ben yoshimda bu 2002 yilda bo'ladim. Yo'q, o xarab etdingiz. Men 93, 90 deydilar menga. Xafa bo'lib ketaman. Bir men bilan deng deb o'ylaman mana hammasini. Mendan kichkina deb o'ylaman. Siz 98 misiz? Yo'q, 86 mi? 12 yosh yo'lbarsku ikkisan. Bir muchaldamiz. Bilasiz, nechiknayingiz ya? Garatsikov. Strelets. Meniki. Noyabr. Dum xarakterim ağırroq diyeceğim. Hem yo'lbars hem shermandan men. Men bo'lishni istayman. Meniki bitadi deyman. Ana keyin dum xarakterim ham desam mayli. Erkak odam bilan chiqishib bilinman. Ana. Masalan, mendan ustim bo'lmasa bo'lmaydi. Ishim meni o'tir desa o'tirishim kerak men. Agar u meni o'tirib bilmadim, u kuni bo'lmaydi. Yo'q. Men o'rin olmasam. Endi siz ham sher o'zingiz ham yo'lbars o'zingiz, siz ham o'tirib bo'ladi. Yo'q, o'tirib bo'ladi. Ne uchun? Masalan, o'tir desa o'tirmasam men yashab bilinman. Ha. O'zi bilasizmi, shu o'tir deganda o'tirsa degan narsa ham bilasizmi? Men ham bo'ysunishim kerak-ku masalan. Ana tarafdan kelaman. Endi masalan odam salobati bo'lishi kerak-da, o'zini. Masalan, kimdir yani güç ko'rsatishi, kimdir xarakter ko'rsatishi emas. O'zi shunday masalan, to'g'rimi? Masalan, ko'z degan qarab, Ava. bo'ldi, o'tir. Ava. Ya qo'y. Ya aytma uni, bunda aytmadim. Men qo'rqib turishim kerak-dan bir odamdan. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bormi shunday odam? Yo, bor albatta. Shunday odam bor-da, bo'lmasa bo'lmaydi. Agar u men o'tir desam, men to'ydan keltirman. Sen choy damlab tur desam, damlagan kuni bo'lmaydi. Unda yashab bo'lmaydi. Bo'lmaydi u gap. Shunday deyman-dan masalan. Yo'q, men o'zim desam, meni bo'ysundirishni aytibman-da. Dum kaprizli xarakterim. Shu men deganim o'tishini bitishini xohlayman. Shu men deganim bo'ladi. Engsam kattadan dum. Shu engsani sindiradigan shu bir odam bor. Rasmlarni bana qo'yib bir ajimizmi? Yaxshi. O'tiribman gap bilan, yuring bilan. Menga kerak ekan bu ko'rsatuv. Menga bu rasmlar kerak edi. Shuning uchun men rasmlar yonidan ketolmay qoldim. Biz hozir tushungan joyga keldik. Bir
Balalar Bağçası. Aziz dostlar, Hazretin YouTube kanalı Gizlash Yok dasturunda bize Mohira İnci'ni hazır terbiyeçi rolunda göremiz. Köp vaqtdan beri niyet etip yatıra geldiler. Şimdi ben balalarını bahçede görsem, saçından sipalap tursam dedik o, kanı bu narsani bize kamera uchun aytib berdim ya bo'lmasa buni amaldan isbotlaydilar, hiç gösterib beradilar. Bize sizlar bilan birgalikda görüşümüz mümkün bo'ladi. Hozir texnikamiz, balla uxlab yotibdi. Giramiz, o'zingiz mazali qo'shiqlaringizni aytib, ballani turg'izasiz. Keyin ballani ota-onalarini uzatib berasiz. Oho. Siz bugun tarbiyachisiz. Shu bog'chani tarbiyachisiz. Balangizni berdingizda gelsangiz sizni balangizni Mohira İnci uzatib beryapti. Buning neni faqat Gizlash Yok dasturida bo'ladi. Hazretin YouTube kanalida bo'ladi. Ketdik. Kalın. Çatamiz. Lekin ostan bulan ya birda uchundan boshlamak yaxshimi? Hammasi uxlab yotibdi tam bulan. Endi uyoqamiz mazat uxlab yotgan balla. O'zi vallahi nasi inchiksizda bu. Zo'r. Yaxshimi? Nar qo'limda uxlaydi baq. Ha, bola qo'lingizda uxlatasizmi? Qayin. Massa uxlab yotishlarini qarang bulan. Qanday bilan aytsam. Hazretin YouTube kanalı Gizlash Yok dasturi. Buning nima bo'lma? Mohira İnci'ni o'zi kelib, sizni balangizni turib bo'lishi mumkin. Turadi hozir bilan boshlayvering. Ha, turadigan vaqtim oldu bulan. Ay gözlerimde nuru, gül yüzlü güzel kızım, kalbimin melikesi, ömrüme bizek kızım. Gecek gecek saçları, yaraşıptım özüne, görgenlerdim okşatar, seni beni üzüme. Apasının ağzına okşaydı usta. Ay benim cennet kızım, Dinlemeyeyim. saçları giyecek kızım. Oo, turib başladı lan. Ömrüme bize kızım. Oğlan geldi kızım deseydi. Ay benim cennet kızım. Cennet kızla. Oo. Ana, aslan turuzduk. Okuyut, gel. Yine cennet Tuttun kızla. mu? Sturmis Kim mi? silesle? Hem Seyran. Kim silesle? Yüreğim. Gelin sen turun akın. Oho. Şerife. Turun. Turun. Ana, Vay cennet vay. kızla. Yine. Gengleyine. Ana yüreklerim benim. Oho. Mahire Olmaz. arzu etmediysen Albatta. şu barıp bahçede ballarını saçından sipalap turursam diye köp vaqtdan bana rejam bor dedilar. Ko'rsatuvimizni boshida buni ko'rdingizlar. Biz bunu uyushtirdik. Menimcha ballarimizni mana qarang endi ko'rkingiz bo'lib qolsa olmaydi endi biz. Oğlumla aytayım mı? Ha, Ey oğlum cennet olmaz kızım şey. kim biledi beyde? Ben. Kan ayt verin. Kan aytınlar. Durun oradan aytamız. Qani, aytamiz. Kan. Kim biledi? Kan. Ay benim cennet kızım, saçları giyecek kızım, ömrüme bize kızım. Ay benim cennet kızım, saçları giyecek kızım, ömrüme bize kızım. Oğlumla aytam. Oğlum Kim biledi aytamız. oğlum? Ben. Yine siz Bala mi? oxusu duaşyatçılığını adın kim? Ömer Bey. Vay mala. Kan aytıp göremiz, bilişleri gerekli ki. Ha? Oğlum ne işitkenmisizler? Birge aytamız. Hop. Can 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 oğlum, derdime derman oğlum. Ailemiz herkesi, beklere sultan oğlum. Can 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 oğlum, derdime derman oğlum. Ailemiz herkesi, beklere sultan oğlum. Vızla. Endi bularni turuzdingiz. Endi bularni yuvintiring. Aa, Ovqatlantiring. Siz bularni tarbiyachisiz. Ovqatlantiraman. Ovqatlantiring. kanı gittik. Keyin Gittik. akasi opasini o'zingiz kiyintirib uzatasiz endi bularni. Yürüyünler. Neydi o Ha, katlanır? yuzlarini yuvib chiqsinlar boshda. Ya, yuzlaringizni Ben yuvib yuvayım chiqinglar. onu. Oh. Kanı gittik. Gel. Oo, Gel. kanı su mu? Durun iç tarafını açalım. Kan. Ana. Yumla. Ne? Kan. Yo durun birden. birden. Bir vag'irda etib bersinlar siz hozir. Kanı.
Ko'pchilikni taxliban o'zim demadingiz-ku. Kulakla yaman kulakla kızla. Kulakla. Kan. O bir de yok mu? Ana kuba. Qiz bola bo'ladi-da, ukrasheniya bo'lmaydi. Ana. Samyong ponçik. Oldu mu kan durum? Yüzünü şatamiz yüzünü. Yüzünü. Ana. Onda salfet kelayız bu ayga. Kan. Ana onda. Hep ko'ring. Bo'ldi mu? Ha? Yuduzmi? Gang yuvama. Gel kolun. Kanya. Adı kime de adı? Amirbek. Emir Bey. Mahirani o'zini yuzini yuvgandan mayli 2 soat oldu. Hozir kelib biza bolalarni bog'chadan olib ketadigan vaqt o'tdi. O'sha pochta mamasi bolalar ichida ketadi. Uxudan turgandan keyin ovqatlanib ketadi o'sha. Hozir значит bana yarım soat limiti qoldi bog'chada. Kan. Qani hamma ovqat esa. Ben gözüm bayliman. Aha. Sizlen tapaman hemmeyizni. Keyin men tutaman ku biringizni. Kollarınız beresle boldu. Kollarınızdan tapaman kim oğul bala kim kız. Ha. Yaxşım? Lekin tutturmanglar, yaxshimi? Lekin imde sel indemin yürünglerden meslen tutup alamam bulmasa ağızlarınızdan. Zəlik çıxararsın o indemin kıçkırışmasanız boldu. Demak, Qani qichqiriq nima? ovozlar bo'lmaydi bizlarni Mohiraxon. O'g'irda bo'lmaysiz, o'zi azonda kelib kechdik ketishga keladi sizlarga. Bir gün. Üz azanda geliş gerek hadi beri. Ha. Kanı başladı. Oyununu. Baylandı mı? Oldu Qani. mu? Qani. 1 Bir, 2 3. 3. Qidiring. Eshikdan chiqib ketkim yo'q. Kursiga borsangiz aytamiz, kursi bor deb. Hech qisinmaydi deb yuravering. Yakın qol. Oğul bala oxşat tuttu kollara buz deyin. Kiyiz bala ekan, topmadingiz, ketdik yana. Ay, yaqin keldingiz, nim yaqin keldingiz. Aling, yanmasda. Ana. Kız bala. Yan kishi. Qiz bala, doğru. Kız bala. Ha, qiz Saçını bala. tuttum kız bala ekan. Qiz bala, aniq qiz bala. Qani. Yankı dabbu kız kan. Da bu qiz on debdi, chetla debdi. Gel sen tutacak qayta. Ana kim bu? Şu qiz ko'p tutildi, 3-chi marta tutishsiz Kız buni. bala ha. Şat oldu mu? Ha, malades. Qani, rahmat aytib chapak chalamiz. Oh. Ertayam geleyim. Ertaga yana kelib o'ynasinmi sizlar Günde bilan? geleyim ya. Bu oldu. Yine uzatıp her yatırmaz. Ana yaktım oyun. Yine geleyim mi? Ana baka hoş Celik. Yaktım oyun yaktım. Allah. Oyun tutmadınız. Ben hiç görmedim. Küçükine sakır. Siz küçükine kıyısız akırsınız kan. Gel. Yine geleyim mi? Hı? Gelemeyim. Yine turuzayım mı sizin okudan? Terbiyeci bulacağım. Ben de 3 bal mı? Ben de 3 bal mı? 10 bal. Terbiyəçilərə rəhmət. Terbiyəçi buluşam asanmaz. Juda katta məsuliyyətli iş. Yüreklerim yetmiş mi? Yemediler. Mazzalar. Mahirani neçi? Artıq qoymadıq mı sizin bugün günü boyu? Bugün özüm acayip ötdü bugünkü günüm. Sizlərə rəhmət. Salamat olun. Vallahi biləyinə enerji aldım. Uyda zavtırıq tayarladım ayda bir. Ildə bir boladım başlap oldu bugün. İndi bu bakçanı yola koyuş gerek doğrusu. İşinin bir məsələn kılaman deb niyet etib koyardım ki zor oldu yine. İşinin bakçalara vallahi bilen keyfiyet götürüp yine. Söz açacaksın. Niyet bağ, Xuda xalasa bağ yok emas. Lekin bu Allah bilen tez dil tapışdınız.
Zo'r. Vallahi bilan aram zo'r. Hazzating YouTube kanalı Gizlash yo'q dasturida yana biza Mohira Inji bilan dasturnomani yakunlayapmiz. Bugun Mohira Inji emas, o'zi hech qaysi ko'rsatuvda aytmagan ishlarini qildilar. Bugun birinchi qahramonlik Azam bilan turdilar. Ikkinchi qahramonlik Zavtrak tayyorlab berdilar. Uchinchisi oilaviy xotiralar, fotosessiyalar, men albomlarni ko'rib dumaz etdim. Uchinchisi keyin biza endi Mohira ozgina shu orzularni ushaltirishga yordam beraylik dedikdan Mohiraga aytmagan holda shuni tashkillashtirib berdik. Bolalarni kelib turg'izib, yana bolalar bilan o'ynab bir zamonning ichida zo'r bo'ldi. Aziz do'stlar, agar sizlar ham ma'qul bo'lgan bo'lsa, like'larni bosib, podelitsiyalarni bosib, albatta bizning kanalimizga obuna bo'lib qolinglar. Hazzating YouTube kanalida sizlarga har doim shunday sevimli san'atkorlarimizni umuman o'zlari kutmagan vaziyatlarga tashab, Gizlash yo'q dasturlarini o'tirishda davom etamiz. Ko'rsatuv haqida fikrlaringiz, yurtdoshlar fikrlaringiz? Ko'rsatuv haqida fikrim shu darajada zo'r. Ta'riflab o'tiribman, dim ajoyib. Rahmat. O'zim haz etdim doğrusu. Odam yomon qo'yadi. Hazzating ko'rsatuvida o'zim haz etdim. Endi Xudo xolasa haz etsalar kerak biz ham tomosha etamiz. Ama hazzatinglar eng asosiysi Omad shu. tilayman yigitlar, sizga albatta hammangiz omad tilayman. Sizlarga rahmat. Rahmat. Kayfiyat uchun. Rahmat. Sizlarning ijodlaringizga rivoj, Rahmat. Harmon hamma shunday xushro'y bo'lib, Rahmat. go'zal bo'lib, energichli bo'lib, Rahmat. xalqimizga xizmat etib yuravering. Aziz do'stlar, biza Hazzating YouTube kanalida Gizlash yo'q dasturini sizlar uchun tayyorlab turibmiz va albatta qiyin bo'lmasa, shunchalik mehnatlarimiz endi bir dumam shunchalik mehnat emasdan, bir ozgina mehnatlarimizni sizlar ham ozgina mukofotlagan holda like'larni bosib, videolarni ulashib qo'yinglar. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki keyingi dasturlarda kim chiqishi, keyingi dasturlardagi san'atkorlarni qay darajada bir chiroyli ahvollarga tushishi, vaziyatlardan o'zlari haz etishlarini sizlar ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'tirib bermaysizlar shunda. Shuning uchun aziz yurtdoshlarimizga hammasini e'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Yana ko'rishamiz.